Senda qancha pul bor ekan? 10 ming. Jin ursin, menda ham shuncha. Biz atiga 20 ming topdik. Ko'proq harakat qilishimiz kerak. Ammo axir ko'p pul ko'p muammo degani-ku. Men o'sha muammolarga tayyorman. Soxta qizlar, soxta do'stlar, mana talamoqchi bo'lganlar, menga befarq bo'lsa ham mendan pul so'raydiganlar hammasiga tayyorman. Chunki men aniq bilamanki, bu muammolarning hech biri pulning kamligidan siqilayotgan onamni ko'rishdan yomon emas. Men bu pul bilan birga keladigan barcha la'nati muammolarni istayman. Kelsin, men tayyorman. Do'stim, men yolg'izlikdan charchadim. Senga hozir yolg'izlik kerak. Senga biror qiz topish uchun yetarlicha pul yo'q hozir. Ammo qizing bo'lishi uchun puling bo'lishi shart emas-ku. Nima? Shart emasmi? Yaxshi. Qizlar uchrashuvga borishni yaxshi ko'rishadi. Bu pul turadi. Qizlar xarid qilishni yaxshi ko'rishadi. Bu ham pul turadi. 8-mart, 14-fevral tug'ilgan kuni bor. Bu kunlarda unga sovg'a qilmasang, u seni yoqtirmaydi deb o'ylaydi. Endi bularni bilganingdan keyin ham qizlar bilan gaplash uchun pul kerak emas deb o'ylaysanmi? Sen hammasidan avval pul topishing kerak. Ha, sen rostdan pul topishing kerak. Agar buni qanday qilishni o'rganmoqchi bo'lsang, mening bepul yopiq Telegram kanalim bor. Kommentariyada 100 raqamini yozib qoldir va men senga Telegram kanal havolasini yuboraman. Moliyaviy ahvolingni yaxshilash vaqti keldi.